Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede size hazırlıyoruz. Washington'dan sözlerimiz. Bugünkü leksiyelerimizin mavzuları tüvendikçe. Aksaray'da köplegen emeldarla Prezident Trump'a ergişip, Cumhur'u ziyaret kılış Katar'dan kaldırıldı. Mavzulu haber 11. ayının 1. günü Dubi Torbiyeti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump Cumhur'u ziyaret kılıştan bir hafta burun Aksaray'da köplegen emeldarlarning Prezident Trump hamroh bulup Cumhur'u ziyaret kılış bekor qilinganligi to'g'risida xabar tarqaldi. Prezident Trump'ning qizi Ivanka Trump'ning Prezident Trump hamroh bulup Cumhur'u ziyaret kılıştan qolganligidan başqa yana Amerika Maliya Ministerligining ministeri kelib qilishni qaror qildi. Prezident Trump'ning mundaq qilishining ozliqi sababi ularni davlatda qoldirib, boj islohoti to'g'risida xizmat qildirishdir. Növbəti Prezident Trump'a hamroh bo'lib Cumhur'u ziyorat qilish qatoridan qilib qolgan amaldarlar Maliya ministeri Steven Mnuchin, Aksaray'ning yuqori darajalik maslahatchisi Ivanka Trump, Emgak Xizmat ishlari ministeri Alexis Acosta, Ushaq shirkatlarini boshqarish idorasining boshlig'i Linda McMahon, Yezigilik ministerligining ministeri Sonny Perdue, Davlat sodi komitetining mudiri Peter Navarro, shundaqla davlatlik iqtisod komitetining raisi Gary Cohen qatorliqlardir. Prezident Trump'ning o'rinlashtirishiga asoslanganda Mnuchin, Ivanka Trump va Cohen qatorliqlar davlat ichida qilib boshqa oblastlar, boshqa shtatlar, kechiringlar, boshqa shtatlar, matbuotlar hamda davlat majlisiga yordamlashib boj islohoti temisini muhokama qiladi ekan. Prezident Trump hamroh bo'lib Cumhur'u ziyorat qilganlar davlat bexatarlik maslahatchisi McMaster, Davlat ishlar kotibi Rex Tillerson, Sodi ministerligining ministeri William Ross, yuqori darajalik siyosiy ishlar maslahatchisi Stephen Miller hamda Amerika Qo'shma Shtatlari sodi vakili Robert Lighthizer qatorliqlar. Cumhur'ning Washington turishliq bosh elchisi Yankeyning qisqa xabariga asoslanganda Prezident Trump'ning ikki kunlik Beijing ziyarati intayin zich o'rinlashtirilgan. Tushda Beijingga yetib kelib, atsa, tushdan keyin Beijingdan ayriladi. Cumhur'ning boshqa shaharlariga ziyoratga bormaydi. Ivanka Reis Xi Jinping bilan ko'rishmaydi. Bu Prezident Trump'ning o'rinlashtirishidir. Yangi mavzu. Mavzuli xabar 11. ayning 1. kuni Shangang iqtisod gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump 11. ayning 3. kuni Osiyoga ziyoratga boradi. Aksaray'ning yuqori darajalik maslahatchisi Ivanka Trump asli plan bo'yicha dadasi Prezident Trump hamroh bo'lib Cumhur'u ziyoratga bormoqchi edi. Matbuotlarning xabariga asoslanganda Ivanka Trump Yaponiyaga billa berib, Yaponiyadan qaytib davlat boj islohoti muhokamasiga yordamlashadi ekan. Cumhur'a ziyoratga bormaydi ekan. Prezident Trump Cuma kuni Osiyoga ziyoratga chiqib, Yaponiya, Koreya bugun ziyoratga chiqdi-ku deyman ehtimol. Ziyoratga chiqib, Yaponiya, Koreya, Cumhur, Vyetnam, Filippin qatorliq davlatlarni ziyorat qiladi.
Angliya pul muomala gazeti Aqsaroy amaldori to'g'risi bayonot e'lon qilib bundoq ko'rsatdi. Ivanka Trump Tokioda xalqaro ayollar qurultayida nutq so'zlagandan keyin Amerikaga qaytdi. Ivanka Trump dadasi Prezident Trump bilan Junguni ziyorat qilishni amaldan qoldirib, ba'zi ishlar islohotiga munosabatli xizmatlarni ishlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari bexatarlik ishlari maslahatchisi McMaster o'sha haftaning oxirida Osiyo ziyoratining tafsilotini e'lon qildi. Ivanka Trump 9 oyda Junguni ziyorat qilish planini bekor qilgan edi.